Qadrdonlar 3 qavatli villamizni qo'limizdan kelgancha obzor qilib beramiz. Joninglar sog' bo'lsin. Assalomu alaykum qadrdonlar. Hammaga xayrli kun. Sizlar bilan doimgidek usta tog'alar. Bu joyda o'zim video olishga qaror qildim, chunki 3 qavatli binoni obzori edi. Sheriklarimizga malol kelmasin degan holatda o'zim qo'ldan kelgancha nima ishlar qilinganligini obzor qilib beraman. Bunaqa chiroyli joylarligi uchun birinchi shunaqa bu ko'rib turganlaringiz dengiz. Xo'p, mana qirda ag'idagi tog'lar Xorvatiyaniki. Mana shu dengizda ag'i Italiyaga o'tib ketsangiz bo'ladigan joyda ish qilyapmiz. Xullas, dengizni bo'yi qirg'oqlarini bunaqa Samsungda tog'larini drabilka qilib, shunaqa o'zlari poydevor tayyorlashib, shu joylarga odamlar uchun villa qurishyapti ekan. Bular nimaga turibdi degan savollar uchunda hozir mana bir yo'li o'sha toshini maydalab, met-pusoy qilishib, toshishyapti. Hozir mana shu yerga ham yana bitta villa tushadi. Bu hozir tog'ni parchalab, uy o'rnini poydevor qilib yaratishyapti. Videomiz ozgina zoom bo'lib ketishi mumkin, to'g'ri tushunasizlar. Hozir mana shunaqa villalar qurilyapti. Mana dengizga juda yaqin joy. Bu yerda butun dunyodan turizm kelib, mana shu odamlar uchun qurilyapti-da. Shu yerda dam olishib, dengizga borib, cho'milib, xullas kvartira deylik. Shunaqa joylar qurilyapti. Sizlar nima ish qilyapsizlar deganlar uchun biz mozaika bosdik, devorlarga toshlarni bosdik. Hatto ozgina kafellar, shunaqa ishlar qilib yuribmiz. Villamiz mana shu holatda 3 qavatlik 10 ga 14 bo'lib tushyapti. Bir xil 3 dona tushyapti. Bu yerda 1,5 yildan beri qurilish ketyapti ekan. Chunki cho'zilganligi sababi mashetlari o'rni tog'. Tog'ni ponni toshini olib tashlab, xuddi shunaqa qilib serbiyalik inson shunaqa 3 ta villa quryapti ekan. Buni bitirib odamlarga arendaga qo'yib qo'yar ekan. Shu tirikchiliklari shu ekanda endi. Odamlar juda ko'p dam olgani kelar ekan. Shuni ham bitirib qo'yishib, arendaga berib qo'yishar ekan. Hop, endi villamizni ichini ko'rsatadigan bo'lsak, villa deyishaverib, villa deb qolibmiz biz ham to'g'risi. Har xil odamlar kelishi uchun, endi misol 2 xil, 3 xil oila kelganligi uchun bu xonamiz отдельный hisobda. Hozir tayyor bo'lsa, lekin bir qator ichkarini ko'rsatib qo'yay. Tashqarimiz juda issiq, lekin ichkari juda salqin. Birinchi monolit quyilib oladi. Monolit quyilib turib, keyin gipsokardonda o'ralar ekan. Issiq sovuq ushagani o'sha o'zimizni bazalitdan foydalanishar ekan, effekti zo'r bo'lar ekan. Xo'p, mana eshigimizning kirish qismini bunaqa romdan foydalanishgan, joydan ekonom qilish maqsadida. Shunaqa katta zal. Men hali proyektini ko'rganim yo'q, to'g'risi, to'g'ri tushunasizlar. Bu ichkarida yana bitta xonamiz bor. Mana shu yerdan kirish qismi, ichkaridagi odam 2-qavatga chiqib ketadi. Lestnitsa holati. Xo'p, endi masalan, tashqaridan ham o'sha xod bor. Mana. Tashqaridan 2-qavatga chiqib ketsangiz ham bo'ladi. Zinamizdan sekin chiqilaveradi. Pastdan ham yana bitta kirish qismi bor. Pastdagi xonaga o'xshash. Endi sekin bo'linyapti xonalar. Mana gipsokardonda sekin bitirilyapti. Kichkina xonalar. Bu yerda ham xuddi shunaqa balkoni bor. Mana. Mana shu balkondan turib tomosha qilinaveradi manzarani. Bu yerda basseyni bor. Basseynda cho'milish, xullas dam oladigan sihatgohda. Bu ham xuddi shunaqa eshiklarimiz Damas formasida ochilib yopiladi. Shu. Bu ba'zan bir kishi kirib, ba'zan ham bir kishi kirsa bo'laveradigan. Hali tayyor bo'lgan yo'q xonalarimiz. Shunaqa. Bu joydan ham mana ichkaridan ham yuqoriga chiqib ketiladigan joylari bor. Tashqaridan ham
tepaga chiqib ketiladigan joylar qilingan. Chunki ichkaridagi odamga bir-biriga mushohada qilmaydigan holatda qurilyapti. Bu villamizni 3-qavati. Baytlar hali ish jarayoni juda qattiq ketyapti. Tomlari ham bitgan yo'q hali. Endi mana bu temir nimaga qo'yilgan ekan bilmadim, lekin men to'g'risi balki bir narsani rejalashtirilgandir. Bitgan holati lekin shu. Xo'p. Bu 3-xonamiz. Baytam xuddi 2-qavatga o'xshagan 2ta отдельный xonasi bor. Mana shunaqa hammom dushlari bor. Xo'p, endi mana shu yerda aylanib yurib 3-qavatni tomiga chiqsangiz bo'laveradigan xod bor mana bu yerda. Bu zinamiz. Zina yopilyapti. Yuqori tom qismi. Tomimiz mana shunaqa holatda. Mana bir xil villa deganim mana bitta, ikkita, mana biz obzor qilayotgan 3ta. Ish jarayoni juda qattiq ketyapti. Buni ham xuddi shunaqa betonda quyishib olib, gipsokardonda перегородкаlar bo'linyapti. Birinchi monolitda betonda ko'tarib olinyapti. Ponni betonda quyilgan, lekin ichkarilari juda salqin. Mana tom qismi. Mana shu manzaramiz endi. Manzaramiz juda chiroyli joy. Sizlarga endi hali ham aytdim, hozir ham aytib qo'yay. Mana shu ko'rinib turgan qirdog'i, o'ni tog'lar turibdi-ku. Mana shu Xorvatiya. Mana dengizni ag'i Italiyaga yaqin. Bu tomonimiz Bolgariyaga chegaradoshmi, xullas shunaqa joy ekan. Aytishlari bo'yicha. Biz hali 100% o'rganganimiz yo'q. Shunaqa. Biz qilgan ishlar o'sha basseynni mozaikasini bosdik. Devorlariga tosh terdik. Shunaqa ishlar qilib yuribmiz. Hozir ishlar avjida. Endi mana yoniga ham yana xuddi shunaqa villa tushadi. Manetlar qir, adir, tog', toshlarni o'sha Samsungda buzib, tayyorlab, nima deydi? Poydevor tayyorlashyapti. Yana xuddi yana bitta tushadi. Mana bu qismdan u pastga qarab yo'l tayyorlab ketadi. To'g'ri dengizga chiqiladi. Haligi odamlarga yaqin qilib. Bo'lmasa, ba'dan hozir mashinada aylanib borasiz. Cho'miladigan joyga. Lekin matnan yo'l harakati ham boshlandi. To'g'ri yaqingina qilib, mana shu o'rmon oralab, bitta ikkita mashina sig'adigan qilib yo'l qilib berib ketishyapti. Shunaqa, xudo xolasa hozir baytda biz qanaqa, nima, qancha ketdi deb so'ralmadik. Lekin 1,5 yildan beri shu imoratlarimiz bir xilda odam ishlab qurilib bitirilyapti ekan. Xudo xolasa sal moslashib, joylashib olsak, balki qancha ketdi, qancha rasxod qilindi, shular haqida ham obzor qilarmiz. Xudo xolasa Usta tog'alar kanalini qo'llab-quvvatlab, poddesh qilib turaverasizlar. Joninglar sog' bo'lsin, kam bo'lmanglar.